Bu gapim faqat yaxshi kambag'al bolalar uchun edi. Quyoshdan oldin ertalab uyg'onib chiqib ketasan ishga. Ishim yaxshi bo'lib ketar ekan deb harakat qilasan rosa. Lekin erkak kishini pulsizlik, do'st qilgan ishlari, qiyinchiliklar, muammolar, hayotda unqur-chunqurlar qiynab qo'yar ekan. Erkak kishi sinaverar ekan qiyinchiliklarda. Lekin shu paytgacha ko'chada yaxshi yurganmiz, hech kimga bo'yin egmaganmiz. Ko'p bo'lmaganmiz, ko'p ishini qilmaganmiz. Inshaalloh ishlarimiz zo'r bo'lib ketadi. Mana shunday qiyinchiliklarni eslab kulib o'tiramiz hali.